Dollar ishqibozlari va dollar yig'ib qo'yganlarga ajoyib xushxabar. Siz kutgan kunlar keldi. Barcha fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. So'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 23 fevral kuni amalda bo'ladigan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra rublning kursi 0.57 so'mga ko'tarilib, 159.52 so'mni tashkil etdi. Yevro kursi 51.19 so'mga oshib, 14.411 so'm bo'ldi. AQSh dollarining kursi 43.38 so'mga ko'tarilib, 12.212.79 so'm bo'ldi, deyiladi xabarda. Aziz do'stlar, videoroliklarimiz keng tarqalib, barchaga yetib borishligi uchun like bosib qo'yishni unutmang.